Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Imom Mahdi chiqishiga juda ham oz qoldi. Buni Falastin voqealari boshlangandan keyin hamma ulamolar, hamma shayxlar aytayapti. Chunki qiyomat alomatlarini kichkinalari deyarli hammasi bo'lib o'tdi. 96-97% qiyomat alomatlarini kichkinalari bo'lib o'tdi. Va bo'lib kelyapti. Hozirda asosiylari qolgan. Ya'ni Imom Mahdi chiqishi va Furot dengizidan Tilla tog'i chiqishi va Armagedon jangi. Mana shular qolgan. Va birodarlar, juda yaqin Imom Mahdi chiqishi. Va juda ko'p mu'minlar, solih birodarlarimiz, ahli ilmlar tushlar ko'ryapti. Imom Mahdi chiqishi juda ham yaqin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: oxirgi zamonda fi oxir zaman takadu ru'yal mu'mini la tuxti. Mu'minni tushi xato bo'lmaydi, ya'ni yolg'on bo'lmaydi. Albatta bor bo'ladi, yuzaga keladi. Rost bo'ladi mu'min inson tushi oxirgi zamonda. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda aytadilar: Ka'bada bir kishiga bayat beriladi deydi. Rukn bilan maqomning o'rtasida bayat beriladi deb aytiladi. Va xuddi shu Imom Muslimdan boshqasi rivoyat qilgan hadisda 2 marta bayat beriladi. Birinchisida bir kishi Ka'baga keladi, unga bayat beriladi rukn bilan maqom o'rtasida va u o'ldiriladi. Thumma yamkuthun nasu burhatan min dahrihim. So'ngra insonlar bir qancha kutishadi. Ulamolar aytishadi, bir avlod, ya'ni 40 yildan ko'proq kutishadi. 50 yildan oz, 50 yil emas, lekin 45, 47, 49 shunaqa kutishadi va ikkinchisi keladi. Birinchisi o'ldirildimi, ikkinchisi kelib turib, ikkinchisiga ham rukn bilan maqom o'rtasida bayat beriladi. Birinchisi 40 yil oldin bo'lgan. 1979-yil Muhammad ibn Abdullah degan Imom Mahdi ismi shunaqa bo'ladi. Quraysh qabilasidan Muhammad ibn Abdullah degan bir inson chiqqan. U Ka'baning ichiga kirgan va Ka'bada hamma insonlar unga bayat berishgan rukn bilan maqom o'rtasida. Va uni kuyovi bo'lgan Juhayman al-Utaybi degan katta general bo'lgan. Ka'baning ichiga nimalar olib kirishgan? Tobutlarning ichiga silahlar olib kirib, bitta armiyasi bilan, jamoati bilan kirib, uni himoya qilishgan Ka'baning ichida. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Fayuqtal", u o'ldiriladi birinchisi. "Fayastahilluna al-haram", va Ka'baning hurmatini yo'q qilishadi. Kimlar? Saudiyadagi ana shu Makka ahli. Ka'bada qon to'kishadi. 16 kun Ka'bada jang bo'lgan. Shu haramda Ka'bada 16 kun jang bo'ladi. 1979-yil qonlar to'kiladi. Ana shu men Mahdiyman degan inson, Muhammad ibn Abdullah degan inson o'ldiriladi. Va ikkinchisi inshaalloh yaqinda chiqadi. Va ikkinchisi albatta Mahdi bo'ladi, Imom Mahdi bo'ladi. Unga qarshi chiqqan lashkarni yer yutib yuboradi. Birodarlar, hozirda meni eng qattiq, ya'ni nima qilgan narsa, ya'ni umid bergan narsa yoki ishonayotgan narsam Imom Mahdi chiqishi juda yaqin. Bu bir birodarimiz, ya'ni solih bo'lgan, obid bo'lgan, ahli ilm bo'lgan bir shayx, mujohid va shahid bo'lgan birodarimiz ko'rgan tush. 20 kun oldin birodarimiz G'ozoda shahid bo'ldi, yahudiylar shahid qilishdi birodarimizni. Usoma Dallul degan shayx. Bu shayx Usoma 2019-yil tush ko'rdim. Omonat uchun mana shu tushim ro'yobga chiqyapti, hozir bo'lyapti tushim, ko'rgan tushim. Shuni aytib qo'ymoqchiman dedi. Shahid bo'lishdan oldin. Biz yahudlarga qarshi jang qilib juda ko'p yahudlarni o'ldiribmiz. Keyin yahudlar bizni uribdi. Butun dunyo bizni ustimizga kelib, qattiq biz ustimizga musibat sinov kelibdi. Keyin mana shu G'ozzoni sharq shimol tarafidan, ya'ni Suriya tarafidan bizga yordam kelibdi. Va unda bitta bahaybat katta inson, ya'ni farishtami insonmi, nurli bo'lgan odam bizga qarab aytayapti: "Sabr qilinglar, 10 yildan ko'p emas, 10 yilga bormaydi. Yahudlar yo'q bo'ladi
Falastin fath bo'ladi, Masjidul Aqso deb turib aytyapti. Albatta bu haq va juda oz qoldi inshaalloh. Alloh taolo izi bilan. Birodarlar, Imom Mahdiyni lashkaridan bo'lishga harakat qilinglar. Imom Mahdiyni lashkarlari mujohidlar bo'ladi. Uyda o'tirganlar emas. Imom Mahdiy ko'pchilik aytadi, Imom Mahdiy chiqsa jang qilaman, Falastinda jihad qilaman, chiqsa bo'lsa jang qilaman, Imom Mahdiyga qo'shilaman deydiganlar bor. Mana Falastinda jihad bo'lyapti. Mana Shom diyorida jihad bo'lyapti.